45 ming dollarga zo'r dacha topib qo'ydim. Yordonda joylashgan. Bu joyda hamma bilsa kerak, Shahmardonda. Do'stlar, Yordondan 45 ming dollar ichcha kami bor. O'tib beradigan joyi ham pul zarilib qoldi. Srochni sotiladi do'stlar. Lokatsiyani bitta tushuntirib beramiz. Hozir mana shu yerda zo'r xonadonimiz. Do'stlar, bitta ko'ringlar. Pastga tushganda mana shu sentrdan tepaga ko'tarilganingizda mana shu tepada Qiziltosh degan mahalla bor do'stlar. Qiziltosh ko'chasi bor. Shu yerda chiqqaningizda mana chap qo'lga joylashgan ketishda Archazor mana bu yerda tog'lar bor. Bag'a mana soy, tog'da tagida joylashgan zo'r lokatsiyamiz do'stlar. Bag'a ikkinchi marta bor. Mana ketganingizda pastga tushib ketganingizda, tepaga chiqqaningizda do'stlar 2 etajli mana ko'ringlar. 3 sotli mana shu joyimiz. 3 ta xonasi bor, 12 ta odam sig'uradi. Do'stlar, so'rlari ham bor. Eng qizig'i har bittasini mana shu zeleный zona qilib qo'yganmiz, chetga zelený joy do'stlar. Hamma dokument toza. Mana xonani bitta e'tirof bering. Podключ holatda do'stlar, 4 ta odam sig'uradi. Mana yangi hamma jihozlangan. Do'stlar, ko'ringlar, maza qilib pulni qilaverasiz endi. Bu joyda olsangiz soqandayda qolasiz. Endi ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsa, mana shu tepada batta ham bu shunaqa holat. Razmerlari juda ham zo'r, ideal ishlangan do'stlar. Mana bitta baho beramiz. Bitta ham hozir 4 kishi bemalol sig'adi. Mana bu yerda tapcham bor, so'ri deyiladi. Bizda shunaqa so'ri bor. 8 kishi, 10 kishi sig'uradi. Bu yerda 4 kishilik xonamiz bor. Jalyuzi pardalari bilan, svetlari podключ holatda, akva eshik-romlari bor do'stlar. Ideal holatda. Bu yerda shavada esib turadi. Zo'r joy, lokatsiya juda ham zo'r, yo'lda bo'yida joylashgan. Suvdan muammo yo'q, 24 soat suv tushib turadi. Eng qizig'i 3 fazali to'klari ishlab turadi do'stlar. Bemalol batta olib foydalanishingiz mumkin. Mana shu pastga tushganda batta endi 4 kishidan boshlab 10 kishi sig'adigan bu yerda so'rimiz bor. Yana bitta yonida xonamiz bor. Batta ham mana konditsionerlar bor, hamma joylari bor. Konditsioner o'rnatib qo'yilgan, tayyor mana podключ holatda do'stlar. Mana bu yerdan tepaga chiqsangiz ham bo'laveradi. Batta hozir konteyner qilib qo'ydik. Mana endi batta suvimiz ham bor do'stlar. Muzda suv. 1 minut qo'lingizni tiqib tursangiz muzlab qola qo'yasiz. Konteyner qo'yib qo'ygansiz, batga hozircha turibdi, xohlagan narsangiz qilsangiz bo'laveradi. Bu joy do'stlar. Mana yerda kirganimizda kuxnyamiz bor. Mana ko'ringlar. Batta ham 12 kishi bemalol sig'uradi. Mana ko'ringlar, ratan stollar olib kelib qo'yganmiz. Zo'r holatda, juda ham chiroyli ishlangan. Hamma nima desiz bor mana shu yerda. 2 tadan mo'ykalari bor. Xolodilnik deysizmi, hamma jihozlangan do'stlar. 3 fazali to'klari zo'r ishlab turibdi. Bemalol muammo yo'q. Eng qizig'i hamma yo'q bor do'stlar. Va baqa kirganimizda endi mana bu yerda sanuzerimiz bor. Hammom tualet ayollarga va erkaklarga alohida qilib qo'yilgan. Juda ham cho'r, ideal ishlangan do'stlar. Bitta baho beramiz. Sotib, xullas baraka topasiz. Olib, batta ishni qilaverasiz do'stlar. Narxi shu keladigan bo'lsa 45 ming dollar deyilyapti. Kami ham bor, o'tib beriladi, srochni sotiladi. Bu videoni shunaqa dacha olmoqchi bo'lgan, shunaqa joy qidirib yurgan tanishlar tashlab qo'ying. Bizni videolarga like bosing, obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.